bunaqani zo'ri baribir Malibudan. Kачествоsi ham, motori ham baquvvat deb shunday reklama qildik. Mexanika keldi. Mexanikani programmasida nima kamchiliklar bor? Skorostdan skorostga almashayotgan paytda mashina bitta bug'ilib oladi. Bug'ilib olgandan keyin sekin razgom oladi-da. Sekin razgom oladi. O'sha narsasini yo'qotib berib, mashinani gazda zo'r qilib programma qilib berdik. Benzinda salgina kamchiligi bor ekan, bu mashinani kamchilik injektori. Malibu birlarga maslahatim, agarda sizlarda injektor ketib qolsa, injektorni tozalab o'tirmanglar. Injektor chunki shunaqangi narsaki, membrana degan narsasi agar joyidan qo'zg'alsa yoki joyi yoki yeyilib ketib, ana luft paydo qilsa, ichida luboy apparatda agar yuvsanglar ham baribir foydasi bo'lmaydi. Aslida ko'pincha Malibu birlarda men ko'raman, injektor o'zi apparatim bor. Injektor yuvamiz, foydasi bo'ladi 2 kun, 3 kun, keyin yana shunaqa, xuddi shunaqa bo'ladi. Benzin raspod deysizmi, toza deysizmi, farqi yo'q. Xullas, injektorni shunday olasiz, boshqasini qo'yasizlar, mashina chotki janli bo'ladi. Bu sizlarga do'stona maslahat. Agar mabodo bironta zo'r injektorchi bo'lsa-yu, o'sha membranagacha zo'r qilib bersa, gap yo'q. Lekin bularni bilaman, ultrazvukka qo'ygan paytda o'sha injektorlar mazasi qochar ekanda. Bu imенно shularniki shunaqa ekan. 2.4 Captiva, 2.4 Malibu shunaqa ekan. Gazda kimga programmalar kerak bo'lsa, kelasizlar, xudo xolasa chot qilib beramiz.